Yevropa İttifaqı tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishganda Yevropa İttifaqining Moskva bilan texmo muqim va oldin paras qilg'ili bo'ladigan munosabatni xohlaydiganligini yetkazgan. Borrell ishxonasining yozma bayonotida uning Putin bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisining 76-qatimliq yig'ini jarayonida ko'rishganligi o'tirib qo'yilgan. Litva davlatlik tor bexatarlik markazi Huawei va Xiaomi ishlab chiqargan uskunalarning 4 cho'ng bexatarlikka xavfini bayqadi va bu ikki markani ishlatishdan ogohlantirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu xavflarning ikkisi oldin qochalangan applar bilan, biri bo'lsa shaxsiy sonliq ma'lumotlarning oshkoranib ketishi bilan munosabatli ekan. Litva tor bexatarlik xodimlari hukumat organlarini Xitoyning aqliy iqtidorli telefonlarini ishlatishni to'xtatishga chaqirdi. Turkiya bilan Ukraina mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni kuchaytirmoqda. Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba Ukrainada Turkiyaning Bayraktar TB2 nomli qurolli uchquchsiz aeroplanini ishlab chiqaradigan zavod qurilganligini bayon qildi. Fransiyada Xalqaro kechirim tashkiloti va boshqa ikki tashkilot Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifligiga setilgan qurollarning hujjatlarining oshkorlanishi uchun Parij hukumati ustidan arz sundi. Arznamada bu qurollarning Yamandagi fuqarolarga qarshi ishlatilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Mustaqillik Suriya tadqiqot komitetining a'zosi Karin Koning Abu Zayd hozir hech kimning Suriyani musofirlarning qaytib kelishiga mos keladigan davlat deb o'ylaydigan vaqt emas. Suriya fuqarolarga qarshi urush davomlashmoqda dedi. Mazkur komitetning Suriyaning 2020 yili 7-oyning 1-kunidan 2021 yili 7-oyning 30-kunigacha bo'lgan oraliqdagi kishilik huquq vaziyati to'g'risida tayyorlagan 46 betlik doklati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Janvada o'tkazilayotgan 48-qatimliq yig'iniga sunildi. İlgilenişçe, Instagram ve şununla o'xshash qo'llanilgan programlarda qul savdosi bo'ladiganligi to'g'risida xabarlar o'tirg'a chiqqandan keyin olmi shirkati Facebook mahsulotlarini app bozoridan chiqarib yetadiganligi to'g'risida ogohlantirgan. Qirg'izistonning poytaxti Bishkekda 6-navbatlik Dunyo xalq dostonlari bayrami boshlandi. İlgilenişçe, bu faoliyat dunyo xalqlarining epos meroslarini saqlab qolishni maqsad qilgan.